Xitoyliklar lab boyogi tayyorlash uchun kaktus barglarida hasharotlar yetishtirishini bilarmidingiz? Jarayon opunsiya kaktus osimligida koshenil hasharotlarini ostirishdan boshlanadi. Sog'lom kaktus osimliklari tanlanadi. So'ngra ularning barglariga koshenil lichinkalari joylashtiriladi. Bu lichinkalar barglarga yopishib, ularning shirasini soradi. Osish davomida bu hasharotlar asta-sekin o'ziga xos qizil rang beradigan tabiiy pigment, karmin kislotasini toplaydi. Taxminan 2-3 oydan so'ng, koshenil hasharotlari voyaga yetgach, ular yigib olinadi, quritiladi va mayda kukun holiga keltiriladi. Keyin bu kukun suv bilan aralashtiriladi, qoldiq va aralashmalardan tozalash uchun suziladi, so'ngra qaynatiladi va toza ekstrakt olish uchun quyuqlashtiriladi. Bu ekstrakt yana maydalanib, sof karmin pigmenti hosil qilinadi. Nihoyat, bu pigment asalari mumi va oziqlantiruvchi moylar kabi tabiiy ingrediyentlar bilan aralashtirilib, lab boyogi aralashmasi tayyorlanadi. Aralashma qoliplarga quyilib, foydalanuvchilar uchun xavfsiz, yorqin va uzoq muddat saqlanadigan rangga ega an'anaviy pomada tayyorlanadi. Videoni kosmetika sevuvchilarga yuborib qo'ying.